Qani boshlasak ham bo'laveradi inshaalloh. Assalomu alaykum. Muzaffar kanalining obunachilari, aziz yurtdoshlar, chorva sevar aka-ukalar. Inshaalloh bugun sizlarga rossiyskiy semental bo'g'ozlarni obzor qilib berishga harakat qilaman. Qani ketdik. Bu qo'ramizdan boshlaymiz inshaalloh. Akalar, mana sizlarga boshladik inshaalloh obzorimizni. Bu qo'ramizda 13 bosh bo'g'ozimiz bor. 6 oydan 8 oygacha bu qo'ramizda bo'g'ozlar bor. Bo'g'ozlarimiz o'ta darajada yaxshi holatda, yeyishlari, ichishlari hammasi joyida, charchoqlari chiqqan. Olasizlar, baraka topasizlar degan umiddaman. Bu qo'ramizda inshaalloh narxiga keladigan bo'lsak, narxi 28 milliondan 35 milliongacha narx qo'ydik. Kelasizlar, ustida baraka qilasizlar. Ozmuncha xayrini ham qilib berishadi inshaalloh. Nomerlarini pastda qoldirib ketaman. Bag'i endi videoda ko'rasizlar degan umiddamiz. Qani ketdik. Yaramas, mashalloh. Yaxshi. Bu qo'ramizda ko'rdinglar degan umiddaman. Inshaalloh aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib ketaman. Endi qani ketdik. Yana ikkita qo'ramizda bo'g'ozlar bor. Ularning narxlarini ham aytib o'taman inshaalloh. Aziz obunachilar, mana ikkinchi qo'ramizga ham navbat keldi. Bu qo'ramizda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bosh bo'g'ozimiz bor. Lekin bu qo'ramizdagi narx boshqacha bo'ladi. 30 milliondan 38 milliongacha narx qo'ydik. 10 ta ekan, yotganini ko'rmabman bitta. 10 bitta ekan, 12 ta ekan. Subhanalloh. Ko'rmabman bu qo'ra yotganlarini. Har birini mana obzor qilib berishga harakat qilaman. Dam olyapti endi mollar. Bezovta qilmay qo'yaveray. Bezovta qilaman ekan baribir. Mana bular ham xuddi shunaqa. Bularniki ham vaqti yaqin. Bular ham shu 6 oydan 8 oygacha bo'g'oz. 5-6 oydan 8 oygacha. Bularniki lekin bo'ylari balandroqmi? Endi meni o'zim ukam borib, ukaxonim endi uzoq yillik aka-ukachiligimiz bor. Bular o'zlari borib tanlab Rossiya territoriyasidan saralab olib kelgan. Olib kelish oson bo'lmadi. Hozir ko'rib turibsizlar, olib kelishlik juda qiyin bo'lyapti. Lekin alhamdulillah Allohning izni bilan olib kelib olishdi. Agar videoda qanaqadir kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Harakat qilamiz, harakat qilib boramiz. Videolarimizni kачественный olishga, gaplarimizni yaxshi sizlarga yetkazishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Faqat sizlardan поддержка qilib turishlaringizni so'rayman, Alloh nasib qilsa. Bu qo'ramizda mana 12 bosh bor ekan. Yana bir qator ko'rsatib chiqaman. Mashalloh. Yaramas mana. Mashalloh. Orqada ko'ryapsizlarmi? Oxirida inshaalloh obzor qilib beraman. Bu hali turibdi inshaalloh. Alloh har bir odamga nasib qilsin shunaqa buqalarni boqishlik, katta qilib sotishlikka ham Alloh nasib qilsin. Yaxshi kunlaringda mana ko'rsatib qo'yaman, lekin oxirida Xudo xolasa obzor qilib beraman buni ham ikkalasini. Aziz obunachilar, bu mana 3-qo'ramiz. Bu qo'ramizda основной greyfurtlar bor. Bular ham bo'g'oz. Bular ham rossiyskiy greyfurt. Dam olyapti. Bular ham xuddi o'shanaqa 6 oydan 8 oygacha, 5 oydan 8 oygacha deyoraylik. Neki
men aniq bilmayman, lekin ukam aziz obunachilar, mana 3-qo'ramizga ham yetib keldik. Bu qo'ramizda основной greyfurt, simmental bo'g'ozlarimiz. Bular endi avlikoga chachishganmi, xudo biladi. To'g'risi bilmayman. Bular ham xuddi o'shanaqa 6 oydan 8 oygacha yotibdi. Bularning ham narxiga keladigan bo'lsak, 28 dan 35 gacha. Xuddi o'sha birinchi qo'ramizdaqa. Mana yeyishlari, charchoqlari chiqqan. Mana yelinlarini ham ko'rishlar. Lekin bular eng asosiysi birinchisiga bo'g'oz bular hammasi. Черный пес, странно, маму. Bezovta qilmay qo'ymaylik. Mana obunachilar, sizlarga 3 ta qo'rani ko'rsatdim. Qaysi biri sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha obzor qilib berdim, rozi bo'lasizlar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Olganga ham, sotganga ham baraka bersin inshaalloh. Endi sizlarga abishat qilgandek 2 ta novvosimiz bor. O'shani hozir ko'rsatib o'taman. Angus buqalar. Qani ketdik. Aziz obunachilar, mana sizlarga va'da berilgan oxirgi 2 ta Angus buqalarimiz inshaalloh manfaat topasizlar degan umiddaman. Go'zallikni qaranglar. Alloh yaratib qo'ygan mahluqotlardir baribir. Bularning kattaligini subhanalloh, mashalloh deb yozib qo'yinglar kommentariyalarga. Har birimizda uyda shulardan bir 5 tadan eng kamida boqishlik Alloh taolo nasib qilsin har birimizga. To'g'risi meni uzayib ketgan subhanalloh. Men bunaqani limuzinni ko'rganman. To'g'risi o'zim ko'rganim, lekin Angusda bunaqa kattasini endi birinchi marta ko'rib turishim. Bundan oldingi videolarimda ham chiqarganman, lekin bularning vesi ham aniq. Mana o'siniki ikkalasiniki 1 tonnaga 800 chiqqan. Qurbon hayitigacha bosib yuboraman, yemlayman deganlarga marhamat qilamiz. Olishliklaringda 1 tonnadan oshib ketadi, xudo xohlasa. Oldilaridan ham ko'rsatib qo'yaman. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, mana bunisi 60 million, bunisi 65 million. Agar kelishamiz, kelsanglar inshaalloh ikkalasini bitta joyga olaman deganlarga yo'lida xayrini qilib beramiz, Alloh nasib qilsa. Go'zallikdan bahramand olinglar. Endi buni hali buqa boqib yurgan akalarimiz, qassob akalarimiz va chorva shu Angusni yaxshi ko'raman deganlar ko'rsin akalar. Sog' bo'lasizlar degan umiddaman. Nomerlarni qoldirib ketamiz inshaalloh. Mashalloh. O'ta dahshat. Sog' bo'lasizlar, hammanglarga Muzaffarus kanalidan rahmat aytaman tomosha qilganlaring uchun. Sog' bo'lasizlar.